Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mening ismim Azizbek va bugun men sizlarga hozirgi tezkor va shov-quvli zamonda eng muhim bo'lgan kitob haqida gapirib bermoqchiman. Bu kitob inson hayotidagi eng muhim resurslardan biri, diqqat haqida bo'ladi. Kitobda muallif hozirgi tezkor zamonimizda qanday qilib diqqatimizni yo'qotayotganimiz va buning natijasida qanday qilib samaradorligimiz pasayib borayotganligi haqida so'z yuritadi. Men bu kitobni o'qiganimda bir nechta o'zim uchun eng muhim va kerakli bo'lgan tavsiyalarni oldim. Ulardan biri hozirgi zamonda qanday qilib diqqatimizni boshqarish kerakligi va ikkinchi olgan xulosalarimdan bittasi ijtimoiy tarmoqlar va telefon biz o'ylaganimizdan ham ko'proq vaqtimizni o'g'irlayotganligi. Uchinchi olgan xulosam, diqqat hozirgi vaqtda eng kerakli bo'lgan resurslardan biri ekanligini tushundim. Hozirgi vaqtda bu ko'nikma hammada ham rivojlanishi mumkin. Men bu kitobni o'qiganimdan keyin vaqtimni boshqacha qadrlay boshladim. Vaqtimni qadrlay boshlaganimdan keyin ba'zi bir narsalarimni rejaga qo'yishni boshladim. Bu narsa inson uchun eng kerak bo'lgan narsalardan biri. Shuni aytib o'tishim kerakki, kitobni boshida so'z yuritilgan Karl Jung ismli inson o'rmonning o'rtasiga ijodini davom ettirish uchun o'zi uchun alohida kulba quradi. Bu kulbada Karl Jung o'zi uchun kitob yozadi. Turli xil distraction, chalg'ituvchi narsalardan qochish maqsadida bu narsani qurib, ijodini o'sha yerda davom ettiradi. Bu kitobda o'qishingiz kerak bo'lgan ba'zi bir joylar bor. Bu diqqatni boshqarish haqida bo'ladi. Diqqatimizni qanday qilib ko'tarishimiz kerakligi haqida bo'ladi. Samaradorligimizni diqqatga qanday qilib ta'sir etayotganligi haqida bo'ladi. Bu kitobni o'qiganingizdan keyin siz hozirgi vaqtda muvaffaqiyatning eng katta kaltlaridan biriga ega bo'lasiz deb o'ylayman. Bu kitob dunyo miqyosida ham eng ko'p sotilgan kitoblardan biri va New York Times bestsellerlar ro'yxatiga kirgan kitoblardan ham biri hisoblanadi bu kitob. Men o'ylaymanki, siz o'zingiz uchun bu kitobdan eng kerakli va eng zarur bo'lgan xulosalarni olasiz.